Xalqaro tajriba almashish nafaqat kasbiy malaka va ko'nikmalarni oshirish, shuningdek madaniy muloqotni mustahkamlash, hamkorlikdagi istiqbolli loyihalarga zamin yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kuni kecha O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyati kengashiga Tojikistonning So'g'd viloyati kasaba uyushmalari delegatsiyasi vakillari tashrif buyurdi. Uchrashuv va muloqotlar davomida ikki mamlakat kasaba uyushmalari faollari o'zaro tajriba almashib, hududlararo hamkorlik istiqbollarini muhokama qildilar. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyati kengashida bo'lib o'tgan uchrashuvda mehmonlarga yangi O'zbekistonda prezidentimiz tashabbus bilan inson manfaatlarini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va tashabbuslar ularning natijalari to'g'risida ma'lumot berildi. Uchrashuv doirasida kasaba uyushmalari va davlat organlarining ijtimoiy sherikligi, mehnatkashlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlash bo'yicha ilg'or mahalliy va xorijiy tajriba mavzuida tashkil etilgan davra suhbatida mehnatkashlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish masalalari O'zbekiston kasaba uyushmalarining doimiy diqqat markazida ekanligi alohida qayd etildi. Tadbirda ijtimoiy sheriklikka oid ilg'or mahalliy va xalqaro tajribalar muhokama qilindi hamda hududiy jamoa kelishuv doirasidagi amaliy natijalar haqida ma'lumotlar berildi. Mehmonlar ta'lim va fan, madaniyat, sport va turizm, tadbirkorlik, agrosanoat majmui kabi 8 ta tarmoq kasaba uyushmasi faoliyati bilan tanishtirildi. Biz bu yerga Toshkent viloyati kasaba uyushmasi bilan So'g'd viloyati kasaba uyushmasi o'rtasida tuzilgan memorandum asosida tashrif buyurdik. Bugun delegatsiyamiz ijtimoiy hamkorlik mavzusidagi seminarda ishtirok etdi. Tadbir davomida o'zbek hamkasblarimiz bilan kun tartibidagi masalalarni atroflicha muhokama qildik. Sizlardan ko'plab foydali tajribalarni o'rgandik. Shu munosabat bilan madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi raisi sifatida sizlarning madaniyat sohasidagi kasaba uyushma vakillarini tajriba almashish maqsadida taklif etishni o'zimizga reja qildik. Tashrif doirasida mehmonlar Nurafshon shahridagi Prezident maktabi faoliyati va mazkur ta'lim muassasasi boshlang'ich kasaba uyushma tashkiloti tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishtirildi. Shuningdek, mehmonlar Zulfiya Zokirova yodgorlik majmuasi va vatanparvar bog'ida ham bo'ldilar. Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati kasaba uyushmalari vakillari O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining malaka oshirish instituti faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Xususan kasaba uyushmalari xodimlari va faollar uchun tashkil etilayotgan o'quv dasturlari, masofadan turib o'qitish tizimi xususida tajribalar bilan o'rtoqlashildi. Navbatdagi manzil Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi Agrotech klasteri ishlab chiqarish korxonasi bo'ldi. Mazkur ishlab chiqarish korxonasida mehmonlar kasaba uyushma qo'mitasi va ish beruvchi ijtimoiy sherikligida jamoa shartnomasi orqali mehnatkashlar uchun yaratilayotgan xavfsiz va munosib mehnat sharoitlari, xodimlar mehnatini muhofaza qilish, ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari va mehnat huquqlarini ta'minlash, salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzi barqarorligini ta'minlash kabi yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Korxona tashkilotlarida ishlab chiqarishdagi bahs hodisalar oldini olishda kasaba uyushmalarining roli, ya'ni ish beruvchi bilan kasaba uyushmalari o'rtasidagi jamoa shartnomalarini bajarilishi va jamoa shartnomalarini ekspertizadan o'tkazilishi va qolaversa maxsus ish o'rinlarini attestatsiyadan o'tkazilish masalalarigacha o'sha tashrif buyurgan hamkasblarimiz o'zlarining ko'zlari bilan ko'rib tajriba almashishga taklif etishmoqda. Navbatdagi manzil Bo'stonliq tumanidagi Chinorkent turistik zonasi bo'ldi. Ushbu maskanning so'lim tabiati va sayyohlar uchun hozirlangan sharoitlar delegatsiya a'zolarida unutilmas taassurotlar qoldirdi. Shuro ittifoqi kasabiy viloyati Toshkent shartnoma hamkorlik dorim. Aytishim kerak, Toshkent viloyati kasaba uyushmasi hamda So'g'd viloyati kasaba uyushmasi o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolangan. Mazkur hujjat asosida yo'l xaritasi tuzilgan bo'lib, o'zaro tajriba almashish maqsad qilingan. Tashrif davomidagi muloqotlarda ijtimoiy mehnat munosabatlari sohasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish, tarmoqlar xodimlarining ijtimoiy iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoyalash, mehnatini muhofaza qilish bo'yicha tajriba almashdik. O'ylaymanki, uchrashuvlarimiz manfaatli bo'ldi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining malaka oshirish instituti bilan hamkorlik qilishni rejalashtirdik. Shuningdek, sayyohlik borasida ham Toshkent viloyati bilan birga ishlashga kelishib oldik. Shundan so'ng mehmonlar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi jahon standartlari talablariga javob beruvchi Sevarsoy sanatoriyasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishtirildi. Ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan tadbirlar davomida O'zbekiston va Tojikistonning hududiy kasaba uyushmalari o'z faoliyatlarida joriy etishi mumkin bo'lgan yangi yondashuv va g'oyalar bilan yaqindan tanishib, o'zaro fikr almashdilar. Bo'lib o'tgan uchrashuvlar mehnatkashlarning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari va mehnat huquqlarini himoyalash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.